Ayol erkakni qanday baxtli qilishi mumkin? Shirin ovqat qilishi, ko'p savol bermasligi, ba'zida yolg'iz qolishga imkon bersin. Erkak ayolni qanday baxtli qila oladi? Ayol kishini do'sti bo'lsin, hamrohi, sevgilisi bo'lsin. Yana chiroyli, boy, baland bo'yli, yanachi zo'r oshpaz bo'lsin. Sportchi, yana elektrik, santexnikam bo'lsin, muhandisam bo'lsin, kiyim dizayneri ham bo'lsin, shoir bo'lsin, shaxsiy terapevtim bo'lsin, ko'p bilan berib tursin, uydagi tarakanlarni o'ldiradigan bo'lsin, doktor bo'lsin, romantik, aqlli, hazinkash, kuchli, dono bo'lsin, boshqa ayollarga ko'zini suzmasin, keyin sovg'a ham berib turish kerak. Quloq yuziga quyib oling, hatto o'zi haq bo'lsa ham, baribir aybdor bo'lsin. Yana hech qayerga qochish yo'q. Ayol erkakni qanday baxtli qilishi mumkin? Shirin ovqat qilishi, ko'p savol bermasligi, ba'zida yolg'iz qolishga imkon bersin. Erkak ayolni qanday baxtli qila oladi? Ayol kishini do'sti bo'lsin, hamrohi, sevgilisi bo'lsin. Yana chiroyli, boy, baland bo'yli, yanachi zo'r oshpaz bo'lsin. Sportchi, yana elektrik, santexnikam bo'lsin, muhandisam bo'lsin, kiyim dizayneri ham bo'lsin, shoir bo'lsin, shaxsiy terapevtim bo'lsin, ko'p bilan berib tursin, uydagi tarakanlarni o'ldiradigan bo'lsin, doktor bo'lsin, romantik, aqlli, hazinkash, kuchli, dono bo'lsin, boshqa ayollarga ko'zini suzmasin, keyin sovg'a ham berib turish kerak. Quloq yuziga quyib oling, hatto o'zi haq bo'lsa ham, baribir aybdor bo'lsin. Yana hech qayerga qochish yo'q.